Navbatdagi lyuks ikki xonali xonadonimizni Chilonzor 19-kvartal, shundoq yoshlik novostroykani orqasi 101 maktabni, shundoq ro'parasidan 52-dom 4 etajli binoni 1-etajdan sotuvga chiqdi. Mana shunaqa shinam xonadonni xarid qilib olib, mazza qilib oilaviy yashayman yoki investitsiya qilib qo'yaman desangiz, ushbu variantimizni siz uchun maxsus. Birinchi etaji ko'pchilik zax bo'ladi deb aytish mumkin. Shuning uchun ham ushbu kvartiralarimizni har bir xonasini teplый pol bilan jihozlab qo'yganmiz. Xo'p, qish kunlari zax bo'lmaydi, yozgi kunlari bemalol salqinda konditsionerda o'tirishingiz mumkin. Men sizga ushbu kvartirani kirish eshigidan boshlab ko'rsatib o'taman. Agarda kvartiramizning narxi ma'qul kelsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bu yog'imizni podyezdimizdan kirib kelaverish eshigimizni temir eshiklar qilib qo'yilgan. Koridorimizni prixojniy mebellar bilan mebellab qo'yilgan. Bu yog'ida chiroyli mana bunaqa ko'zgularimizni qo'yib qo'yilgan. Alohida sanuzellarimizni to'g'riga kirib kelsak, bizani mehmonxonamizni kutib oladi. Kvartiramizni xo'p, skvoznoy variantda ikkita tarafga oynasi qaragan mehmonxonamizni chiroyini bitta ko'rib o'tinglar. Bu yog'imizga chiroyli televizorni zona qilib qo'yganmiz. Bu yog'imizda desa, xo'p, divanli zonamizni buni bemalol spalni o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Dekorativniy devorlarimizni xo'p, oilaviy ovqatlanish uchun 4 talik stollarimizni qilib qo'yilgan, chiroyli daraxtlar bilan mana bunaqa dekorativniy narsalar qilib qo'yilgan. 1,5 ga 3 balkonga oshxonamiz chiqarilgan. Oshxonamizga panoramli eshiklar qilib qo'yganmiz, чтобы oshxonani hidi mehmonxonamizga o'tmasligi uchun. Xo'p. Balkonimizga oshxona ixchamgina qilib joylashtirilgan. Kichkina bo'lsa ham oshxonamizda, lekin hamma mebellar, texnikalar sig'ib turibdi. Gaz plitasi, vitishkasi, bu yog'imizda xolodilniklar qo'yib qo'yilgan, tashqariga qaragan oynalari. Kvartiramizning o'zini podvoli, agoroti, hamma narsasi bor. Oldida parkovka uchun joylari ham bor. Oldingi oshxona detskiy bo'lgan. Xo'p, bittalik spalni, o'zini tumbasi, tumba emas, bu yoqda parta qo'yib qo'yilgan ekan. Partamizga qo'yib qo'yilgan va o'zini shkoflari bilan birgalikda mana shunaqa shinam xonadonimizni yaxshi narxlarda sotuvimizda turibdi. Spalni qismini bitta ko'rib o'tamiz. Ota-onalarimiz uchun kattagina spalni, duh spalni qo'yib qo'yilgan, patologgacha chiroyli qilib. Xo'p, bu yog'imizda trimusi, bu yog'imizda o'zini mana bunaqa chiroyli dekorativniy shkoflari qo'yib qo'yilgan. Tumbalari, bu yog'ida televizorlari, televizorning zonalari qilib qo'yilgan shunaqa shinam bitta xonamiz. Hurmatli obunachilar, kvartiramizning remontiga yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Spesialni siz uchun ushbu kvartira noldan santexnika, elektrika, remont hamma jarayonlari o'tkazilib, noldan tayyor qilib berilgan. Xarid qilib olasiz, mazza qilib bemalol yashab ketsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizni vanna qismi, vanna polniy kafeldan chiqqan, vannasi, kir mashinasi va qo'l yuvish uchun rakvinalari qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda esa kvartiramizning hojatxona qismi joylashgan. Juda ham chiroyli shinam xonadonimizni bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Ushbu kvartiramizni aytib o'tganimizdek Chilonzor 19-kvartal, yoshlik novostroykani orqasi 101-maktabni shundoq ro'parasida joylashgan. Chilonzor metroga ham uncha uzoq bo'lmagan joyda 1-etaj 48 metr kvadrat Euro remont mebel texnika teplый pollar qilingan. Xo'p, hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu kvartirani xarid qilib olsanglar, $600 bemalol ijarachi qo'yib beramiz. Umuman muammosiz $600 sizga pul olib kelib turishi mumkin mana shu xonadonimizni. Xonadon narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiraga $73,500 narx so'rayapmiz. Xo'p, sunnatiga ozgina o'tib beradigan joylarimiz bor. Agarda kvartiramiz sizga ma'qul kelsa, sirazu telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Bunaqa variantlarimiz tez sotilib ketadi, ko'p turmaydi. Shuning uchun kvartiramiz ma'qul kelsa, sirazu telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi.